شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Qarindoshlar, biz bugun Sura Baqaraning 131 oyida keldik. Ilgirki darslarda İbrahim alayhissalatu vesselam'ning tutmangan yo'lisi, Ka'bani bino qilish jarayoni, Alloh subhanahu va taologa qilgan duolari, Alloh subhanahu va taoloning bergan imtihon sinoqlaridan to'liq hammasidan oshirib o'tishi. Şuna Allah subhanahu ta'ala'nın şunun neticesinde İbrahim aleyhisselam'ın bütün insaniyet için samavi yolunun yol başçısı kılıp tanışı. Bu aralıkta Yahudiler, Hristiyanlar dava kılıvatkan özünün İbrahim aleyhisselam'a təvəlilikinin bir yalğan ikənligi. Çünkü İbrahim aleyhisselam'ın mirası onun evladığı olmasından, belki evladının içindeki şu yolunu tutup manğallığa, şu menhecge emel kılğallığa bulduğallığı, zalimlığa bu yolunun layık olmaydıqallığı, nisip olmaydıqallığını biz ilgili derslerde tefsiri söyleyip öttük. Ve bugünkü dersimizde şunun ceryanini, yani Adem Aleyhisselam'a Allah subhanahu wa ta'ala ata qılğan inamla, imtihan sınaqla ve İbrahim Aleyhisselam qılğan dualara birilgen cevapla qatarlıq şu məzmunun davam qılımız. Allah subhanahu wa ta'ala Adem aleyhisselam'a davat edu estaizu billah. İz qala lehu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Yani öz vaxtıda Allah subhanahu wa ta'ala İbrahim aleyhissalatu vesselam'a aslim deb buyruq qıldı. Yani boysun dedi. Əslim, biz hazır özümüzdə Müslüman deyimiz, Ərəbçədə Muslim deyimiz. Şunun pilisi, şunun köküdən çıxan, şunun yıldızından çıxan pil, yəni üzərindən bütün iş izlərini Allah'a boysundu. Bütün işlərində, manğan yolunda Allah'ın digini qıl degan mənada. İbrahim əleyhissalatu vesselam cavabən əsləmtu li rabbil alamin. Ben alemlerinin Rabbi üçün Müslüman buldum, yani boyusundum, bütün vücudum Allah subhanahu ve ta'ala'ya ait, bütün işlerim Allah subhanahu ve ta'ala'nın degendek buludu, degen şekilde cevap koydurdu. Endi bu yerde Allah subhanahu ve ta'ala'nın ki İbrahim aleyhisselam'dan kılgan talebi boysunmuş. Muşu ibaret, Kur'an'da işletilen muşu ibaretke dikkat kılsak, eslim deplan birlam ifade vardı. Yani bunun manası boysun degen buludu. Bu yerde Allah subhanahu wa ta'ala ya bana boysun demedi. Ya Rabbine boysun demedi. Nimiş kadırsa bu mesele intayin inik mesele oğaç. Boysunuş fakat ve fakat Allah kılan bu oğaç. Mesele inik. İbrahim aleyhisselam'ın kallası inik oğaç. Şolaşka eslim depilen bir xil buyruk keltirdi. İbrahim aleyhisselam am bunun cevap bergen vaxtıda alemlerinin Rabbi oğan Allah'a boysundum dep toluk ifade edildi. İbrahim aleyhisselam'ın bu yerdeki alemlerinin Rabbi olan Allah'a ben boysundum degenin mənisi, ben dünyada yalğız emas demekçi. Allah'a boysunuşta ben yalğız emas. Çünkü o alemlerinin Rabbi olan Allah'a boysundu mu? Bunun asman zemindeki hemen nərsini boysunup bergen boğanlıq üçün boysunudu. Onu boysungan bolsa. Yani bu dünyadaki Allah'ın məxluqu olan kainat ile birleşken buludu İbrahim aleyhisselam bu yerde. Etrafımızdaki biz küzümüzünü açqandın, küzümüzünü yumğanğa kadar. Ya belki bütün 24 saat altımızdan hemmisde buluvatqan işler. Günün çıkışı, qoyashның çıkışı. Aylanışı, nefesleniş, şun havalarının, sap havanın buluşu,
bizning ichadigan suyimiz, yemek-içmekimiz, ish qilib atrofdagi bizning yashashimizga munosabatlik, yashashimizga mos shaklda o'rinlashtirilgan butun o'rinlashtirishlar Allohga bo'ysungan shaklda o'rinlashtirishlar. Quyosh Allohga bo'ysunganlik uchun aylanyotdi. Havo Allohga bo'ysunganlik uchun bizning atrofimizda yuriydi. Masalan, Allohga bo'ysunganlik uchun atrofimizdagi bizga lozimlik narsaning hammasi biz uchun xizmat qilyapti. Bu nuqtada İbrahim alayhisolamning men olamlarning Robbiga bo'ysundum degani atrofimdagi menga xizmat qilayotgan butun shaylarning hammasi bilan bu sababda men barobarman. Ular Allohga bo'ysunganlik uchun menga xizmat qilyapti dedi İbrahim alayhisolam. Chunki agar bular Allohga bo'ysunmasaydi, inson xizmat qilmaydi. Ammo qarasak hammasi inson xizmat qilyapti. İnsanның manfaati uchun bo'lyapti atrofdagi dunyodagi butun tabiat hodisasidan tortib hammasi su insonning xizmati uchun, quyosh nuri insonning xizmati uchun, havo insonning xizmati uchun. İbrahim alayhisolam demoqchiki, shular Allohga bo'ysunganlik uchun men xizmat qilayotgan bo'lsa, men shular bilan barobar shaklda Allohga bo'ysunaman degan bo'ladi. Endi bu yerda o'zini Allohga, ya'ni o'zining yuzini, ya'ni o'zini Allohga tava qilgan, Allohga bo'ysundigan odamdan aqli pishgan odam bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki Allohga bo'ysundim deganlik yengilmas bir kuch, hikmat bilan ish qiluvchi, g'olib, hammadan g'olib bo'lgan bir zotga topshirgan bo'ladi o'zini u. Nurg'un biz kuch va deb o'ylaganlarimiz bor. Uning kuchi tugab ketish ehtimoli bor. Pul va deb o'ylagan insonlar bor atrofimizda biz umid qiladigan. Ularning puli tugab ketish ehtimoli nurg'un g'oliblar va mag'ruriydigan. Bir kunlarga bular yengiladi. Ammo Alloh subhanahu va taoloninki qudrati tugmaydigan, qodir, mag'lub bo'lmaydigan, g'olib, faqat rizq uning tarafdan keladigan Razzaq. Ando'g'an ekan men Allohga bo'ysundum deganlikning o'zi ajoyib bir aqlona bir tanlash bu. Butun yaxshilik tarafga o'zini topshirgan bo'ldi yani. Chunki butun yaxshilik Alloh subhanahu va taolo tarafdan keladi. Odam alayhisalom davridan tortib to qiyomatga qadar Allohning nazaridagi din bo'lsa-mu, nima bo'lsa inson o'zini Allohga topshirish. İnson o'zini Allohga topshirish. Endi Qur'ondagi shu inson o'zini Allohga topshirish ifodasiga kelgan qurilmalar qarasak vajh degan iboratni ishlatadi. Aslamtu vajhiya lillahi robbil alamin degandek shaklda. Yuzimni topshadim deydi. Nima uchun yuz degan iboratni ishlatadi bu o'rinda Qur'onda desa? Chunki insondagi eng qimmatlik, eng sharaflik, eng ulug' a'zo yuz. Inson yuz bilan faxrlanadi. İnsanның karameti, şerefi, izzetining belgisi yuz. İnsanның qadr qimmati yuz bilan, insanның g'azab nafrati yuzda ifodalanadi, insanның tunuşu yuzda bo'ladi. İnsan yuz bilan inson. Yuzimni ifodadagi Allohga topshirdim deganlik, o'zimni Allohga topshirdim deganlik bo'ladi. Shunga biz namozlarimizda Allohga eng yuksak darajada o'zimizningki bandichiligimizni ifodalayotgan vaqtimizda peshonimizni, yuzimizni yerga qo'yamiz. Bu eng yuqori darajadagi Allohga qana qilish, yelinish, topshirish o'zini, Allohga bo'ysunish. Ya'ni eng ulug' a'zo bo'lgan yuzni yerga qo'yish. Buning o'zi insonning shunday bir iloniki, men Allah subhanahu wa ta'alaga bo'ysunaman. Mendagi eng qadrlik a'zo Allohning oldida yer bilan teng degan ifodalaydi. Endi Alloh subhanahu wa ta'ala insondan o'zining yetaklanishini Allohga topshirishni istaydi. Yani dunyodagi insonning tanlashlarini Allohning irodasiga mos shaklda etmanish orqali. Bunda o'g'ani masalan inson so'zda yolg'on so'zlamaydi. Chunki Alloh yolg'on so'zlamaydi dedi. Allah rasulullohni yaxshi ko'radi. Bir ishni qilishga vazifalantirilsa, taklif qilinsa, buni qiladi. Chunki Alloh tarafidan kelgan bu vazifa, bu takliflar bizning manfaatimiz uchun Allohga hech foydasi yetmaydi o'shlarninki. Alloh subhanahu va taolo sadaqat qil, iqtisodingni yaxshi yo'llarga xarjla desa, darhol ikkilanmasdan o'zining iqtisodini yaxshi yo'llarga xarjlaydi. Nimishqa? Hassalab qaytib keladi u. Dunyoda mı qaytib keladi, oxiratda mı qaytib keladi. Bunun hammasi Allohning qudratiga ishongan vaqtda bo'ladi. Demak, bütün yaxshiliklarning hammasi inson o'zining dunyodagi tanlashlarini Allohning istigiga mos shaklda qilish insonning bütün yaxshilikni tanlaganlik bilan barobar. Mana ma holatda
inson atrofidagi dunyo bilan moslashgan bo'ladi. Atrofdagi har şey Allohning istigini bo'yicha mangayotdi. Tabiat hodisalari, tabiatda bo'layotgan tabiatning umumiy qonuniyati Alloh istigini bo'yicha mangaydi. Bu yerda faqat Alloh istigini bo'yicha mangmayotgan birlam maxluq va u o'smi inson. Inson qachon aslamtu li robbil alamin degan vaqtida va shunga amal qilib Allohning degandek mangan vaqtda dunyoga moslashgan bo'ladi. Atrofdagilar bilan moslashgan bo'ladi. Shunda o vaqtda andikin atrofidagi koinotning dunyoning o'ziga xizmat qilayotganligini his qiladi. Bu bunga nisbatan bir xushallik insonga nisbatan. Ammo Allohning g'ayriga o'zini topshirgan insonlar bo'ladi. Allohning g'ayriga bo'ysungan insonlar bo'ladi. O'zining yuzini Allohning g'ayrining qishida qo'yganlar bo'ladi. Bu o'zi kuchlik deb qaragan kishilarga tayongandek bo'lsa-mu, ojizlashishi mumkin bir mahaldan keyin. Bugün kunda kuchli qolsa, at ojizlashi mumkin. Bugun boy bo'lib qolsa, at faqir bo'lishi mumkin. Bugun boy bo'lib qolsa, atsi yo'q bo'lishi mumkin u. Bu bir aqlona olmagan bir tanlash bu. Kuchli bir zotni qo'yib, hammadan behojat bir zotni qo'yib, mangu mavjudlik yo'qolmaydigan bir zotni qo'yib, kuziga kuchli kirangan amaliyotda ojiz. Kuziga boy kirangan amaliyotda kambag'al. Kuziga bugun bakirangan amaliyotda atsi yo'qolishi mumkin bo'lgan ojiz maxluqqa tayangan bo'ladi. Tabiiyki, bunda odamlar nima deymiz biz? Aqlsiz deymiz-da. Bunda olgan aql chunki u foydali ishni tashlab qo'yib, qimmatli ishni, ziyonli ishni o'ziga olgan bo'ldi. Bir oddiy misoldan bir narsa qolillahil masalul a'la. Yo'g'on cho'ng narsalar bo'ladi, qimmati $100 ga olmaydigan, ammo kichik bir odamning oltinga patqushlik narsalar bo'ladi, necha $100,000 balki necha $1,000,000 oladigan ikkisini tanlashga qo'ysa, ko'ziga ma cho'ng ko'rinib, ma'no olgandek bir ish u. Amaliyotda $100 ga olmaydi ma'nosini. Ma kichik uncha marvoy javharlar va masalan olmoslar va buna narsani o'zi kichik qimmatli. Bu yerdagi masala shunga o'xshaydi. Ko'ziga buyuk ko'rinib, cho'ng ko'rinib, naq ko'rinib, xuddi shuningga bo'ysunmasa, shuni gapini anglamasa, uning ma'siz qoladigandek, ishsiz qoladigandek, yashamaydigandek, ishlar oqmaydigandek bir xil holatni tanlashning o'zi bu aqlsizlik. Shuningga ilgirki oyatda nima dedi? İbrahim alayhisalomning "Va men yarghabu an millat Ibrohim illa man safiha nafsa." Bu yo'ldan kechadiganlar, bu yo'ldan boshqa yo'lni tanlaydiganlar va aqlsizlar. O'zini Allohning g'ayriga topshirganlar, bular aqlsiz bo'lmaydi nima bu? 132-oyatda "Va wasqa biha Ibrohimu banihi va Yaqub ya baniya innalloha astafa lakumud-din fala tamutunna illa va antum muslimun." Yani bu vasiyatlarni İbrahim aleyhisselam özünün ballarına tapılgan, Yaqub aleyhisselam özünün ballarına tapılgan. Bu vasiyat nima o dese, ya baniya innalloha astafa lakumud-din. Ey ballarım, Allah dinni sizlarga tanladi. Sizlarni dindor qildi, bu bir ne'mat. Fala tamutunna illa va antum muslimun. Sizlar musulmon holatda o'linglar degan bo'ladi. Yani musulmon holatda o'linglar degani ölgenge kadar bu yolda çın turun. Adam özü halap, ölüdüğün, halap ölmeydiğin iş yok ki insanlık verilmegen ihtiyarlık. Yani bu ayetteki vessa degen bir söz var. Bu Uygur tildeki vesiyet kıldı degen manada bu. Adatı vesiyet degen hemeyle düşünümüz bir adam dünyadaki en ahırkı vakitlerinde mesela ölemge yakın, ölüşke yakın, küzüge ölem körünüp kalgan, ya ağrıp kalgan, ya başka sebepler tüperinden çıkıp özünün dünyadan ketişini iyi sıkıp kalgan insanlar yaxşı bir işqa başkalarını tavsiye qilib qo'yish degan bo'ladi. Mesela insan vafot topqili az qolganda bolalarga vasiyat qiladi, do'st yoranlariga vasiyat qiladi va boshqalarga vasiyat qiladi. Chunki dunyodagi insonning oxirgi vaqtlari İnsan burun haqni aldab, başqalarını aldab yaşagan bolsa-ma, ma vaqtida hech kimni aldamaydi. İnsanlarning başqalarını aldışının sebebi ba'zi bir kep qiladigan ziyondan qo'rqib, erişemezlikini ensirgen menfaat yüzünden başqalarını aldaydı. Ammo sakratga tushib, jon tanlashyotgan, ma dunyodan ayrilayotgan mezgilda hech kim qaytmaydi. Nimishqa? Chunki u Alloh tarafiga ketayotganligini his qiladi. Çünkü ölüm küzgü kürnek kılıklıkta onun. O hakikatini sözleydi. Bunun özü vasiyet. Yani nasihat ya ki vasiyet başkalar muşunu kılsıyken, muşunu essiken
Ahirki hayatımda başkalar kaldırıp koygan bir yaxşılıkım bolsun degan şekilde kıldıgan iş hemdi o. Özünün en yakınlarına, ballarına, tuqqanlarına, dostlarına mesela. Şuңlaşqa Allah subhanahu wa ta'ala bu haqda Sura Baqara'nınki 133. ayetide altımızda kıldıgan ayet hazır 32. ayet ketavatimiz. Em kuntum şuhada iz hadara Yaqubal maut. Hitap qilib Resulullah'ın davridagilarga Yaqubqa ölüm hazır olgan vaqtida, vafat yıqlashqa vaqtisi barmi tangla? Yaqub ballarga manda dedi. Ma ta'buduna min ba'di deb shu Yaqub alayhisolamningki sakrat vaqtidagi ballar qilgan vasiyatini aniq qilganidi keyingi oyatda. Shuningcha ma oyatimizda vassa degan iborat ishlatilgan, ya'ni eng ixlosmandlik bilan deyilgan so'z, eng rasullik bilan deyilgan so'z. Bu xil shaklda ifodalashi men bayatni tushuntirgandek, tabiiyki payg'ambarlar yolg'on aytmaydi, payg'ambarlar yolg'on aytishi mumkin emas. Payg'ambarlarning ishlarida ixlos bo'lmasligiga mumkin emas. Ammo vassa degan lug'atni ishlatishi bizga nisbatan tuyg'urishda eng xolis, eng ixlosmandlik bilan deyilgan bir so'z ekanligi, bir tavsiya, bir vasiyat ekanligini, bir nasihat ekanligini bizga tuyg'usini berish uchun vassa degan iborat ishlatilganda bu yerda. Yani bu yerda Alloh subhanahu va taoloninki bizga vassa degan iboratni ishlatishi sizlarni shu payg'ambarlar Ibrohim alayhissalom, Yaqub alayhissalom payg'ambarlar, yo'lboshchilar yaxshi ko'radi degandek bir tuyg'uni berish yani. Chunki vasiyat asaldan doimo yaxshi ko'radigan odamga bo'ladi. İnsan ballarini yaxshi ko'radi masalan, mu'min bo'lsin, kofir bo'lsin, ballarini yaxshi ko'radi. Biz dunyoda bizdan yaxshiroq birisini istasak shu ballarimizni istaymiz endi. Boshqa odamning bizni yaxshi bo'lib ketishimizni xohlamaymiz, bu insondagi tabiat. Ammo ballarimizning bizni yaxshi bo'lishimizni xohlaymiz endi. Shuning uchun kecha kunduz ishlaymiz, butun yaxshilik ballarimda bo'lsin deb. Masala bu. Bu shaklda bizga tuyg'uni berish. Ibrohim alayhissalomlar, Yaqub alayhissalomlar va boshqa payg'ambarlar bizni o'zining ballaridek ko'rib bizga topilayotdi, bizga tavsiya qilyotdi. Bu eng ularning ixlosmand vaqtlaridagi qilgan tavsiya. Ibrohim alayhissalom ballariga vasiyat qildi, Yaqub alayhissalom ballariga vasiyat qildi. Vasiyat nima etdi desa, mushoyat etilganida ya baniya innalloha astafa lakumud-dina. Yani bu yerdagi vasiyat tabiiyki Ibrohim alayhissalomninki yoki Yaqub alayhissalomning bir ishi emas. O'zining shaxsiy bir ishi emas. Ammo Alloh insonlarga tanlagan bir ish. Allah İbrahim Aleyhisselam'ın qilgan bu yerdagi vasiyati, Yaqub Aleyhisselam'ın boshqalar qilgan vasiyati faqat Alloh tanlagan ishlar ustida bo'lyapti. Alloh sizlarga dinni tanladi. Innalloha astafa lakumud-dina. Xuddi bu yerdagi ifoda Allah subhanahu va taolo İbrahim Aleyhisselam'a topshirgan bu vazifalarni İbrahim Aleyhisselam o'rindadi. Bu jihatda Allohning topshirgan vazifalarini ustiga oldi. Ondan keyin ballarının vazifasini ustiga elib, ballardan Allah buluğu tanlagan bu dini ching tutishni istayotgandek bir ifoda. Ey Allah, men omonatdor. Men sana buyurgan bu yo'lni, tanlagan bu yo'lni ijro qildim va qilaman. Va ballarim ijro qiladi deb Allah topshirgan vazifani ballarga o'tkazib bermoqchi bu yerda Ibrohim alayhissalom va Yaqub alayhissalomlar. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. أنا مش هذا إبراهيم يعقوب iki isim tilga ilindi. İbrahim Aleyhisselam namına bilirler babası Yaqub Aleyhisselam'ınki. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam'ın oğlu Yaqub Aleyhisselam. Yaqub Yahudilarning bir vasıtadası. Yani Yaqub Aleyhisselam'ın 12 oğlu var. 12 oğlu Yahudilardaki 12 kabile. Yaqub Aleyhisselam'ın ismi İsrail, Yaqub iki isim var. Şu Banu İsrail deyişi İsrail'nin avlatları demekçi. Yaqub Aleyhisselam'ı bulağamış Kur'an bizge hazır hikaye kılıvatkandak, depirvatkandak dep tapıldı Yahudilarga ya baniya innallaha astafa lekumuddin fela tamutunna illa ve entum muslimun. Ballarım Allah sizlarga madinni tanladı. Madinni sizning diningiz olsun deb tanladı. Sizlar hayatınızın ahirigacha bu dinni chang tutinglar degan shaklda tanladı. Anbiyada Yaqub Aleyhisselam ballarga mush dinni ching tutish haqida bir ishlarga buyurdi. Tabiiyki biz bir insonni bir ishga buyurmoqchi bo'lsak, yoki bir ishni to'smoqchi bo'lsak, imkoniyat doirasida buyuramiz, imkoniyat doirasida to'salaymiz. Qilmaydigan odamni buyurmaymiz biz. Cheklanmaydigan odamni to'smaymiz biz. Amdi
Yaqub alayhissalomning shu bolalari hayotning oxirigacha musulmon peti, aş dinni tutgan peti ölüş imkoniyati bormi ularningki? Yani bir odam o'zining o'limiga o'zi ega bo'la olamdi, masalan, chunki o'lim degan har vaqt tuyuqsiz keladigan narsa. Yaqub alayhissalom bolalarga mush oyatning o'zidagi naq tarjima qilib bersam, sizlar musulmon holatda o'linglar deb vasiyat qildi. Buna deganlikning ma'nosi nima desa, ya'ni o'lim hech kim biladigan narsa emas. Bugun kelamdi, atmo, hozir mush minutda kelamdi, yo kelar soatda kelamdi, uni o'qimaymiz endi. Unda olgandan sizlar o'lim har zaman kelib qolishi mumkin. Unda olgandan har zaman bu dinni ching tutinglar. Bu dindan asla ayrılmanglar degan ma'noda bo'ladi bu. Allah subhanahu wa taala bilan bilamiz, o'limni bizdan yushirib qolgan g'ayiblarning birisi. O'limning o'rni, sababi, vaqti hammasi bizdan yushirin. Buning o'zi bizga nisbatan bir ilon. Ya'ni nima desa, uqtirish. Har zaman o'lishi mumkin degan bir uqtirish bu. Har inson buni ko'z oldiga olishi kerak. Kishilar har yoshda, har o'rinda, har vaqtda buni kutadi. Ham kutishi kerak. Shuningdek biz o'lim bo'lib qoladigan ishlarda Allohdan salomatlik tilaymiz. Allah saqlasin degandek. Har zaman o'lim kelib qolishi mumkin. Odatda shoirlarmi buni ifodalab bir she'r o'qiylik. Inna ma'anka fakullu tibbun nafi'u aw lam yanam fattibbu min asbabihi. Ya'ni ma'nosi ajal sendan yiroqlashgan vaqtda, ajaling kelmagan vaqtda sen qilgan har qanday davolash, har qanday bir dora sana foyda qiladi. Ajal kelib qolsa oldimi, shu ajal kelib qolganda u dora, u davolashning o'zi o'limning sababi bo'lib qoladi. Biz bilamiz operatsiyaga kiramiz, hamma bilan bilamiz operatsiyani. Ajlimiz kelmagan bo'lsa, operatsiya muvaffaqiyatli bo'lib, biz saqayib qolamiz. Deymiz hamda mush operatsiya orqali alhamdulillah shifo topdim deymiz. Agar ajlimiz kelib qolgan bo'lsa, shu operatsiyaning o'zi bizning o'lim sababimiz bo'ladi, operatsiyadan chiqolmadi deb o'lib ketadigan ishlar bo'lamiz. Bu masala kalanlaydi. Doğandan inson cho'qim o'lishning qachonligini qo'ymagandan keyin, ajli ini qo'ymag'achqa bu yo'lni chang tutishi kerak. Bu yo'lni hayotida tatbiqlab menish kerak. Har zaman bir minutmi g'afil bo'lib qolmaslik kerak. Tuyuqsiz o'lim kelib, g'ayrimuslim holatda, musulmon bo'lmagan holat yoki boshqa bir holatlarda o'lib ketmaslik uchun Alloh bizni undan saqlasin. Hammalarga tuyuqsiz o'limni bermasin. Hayotimizning oxirgi vaqtlarida yaxshilik ustida, yaxshi holatlarda dunyodan ketishga nasib qilsin. 33-oyatda ya'ni bayatdan oyatlarning asosan mazmun jihatdagi bağlanışlıq va mazmunlar shu mazmun shu, ya'ni İbrahim alayhissalom, Yaqub alayhissalom o'zining bolalariga vasiyat qilayotgan, topilayotgan ahvollar. Buning hammasi nima desa, dunyodagi shu Yahudi, Banu Isroil boshliq xristian va boshqa o'zgarib ketgan, dinni bormalagan kishilarga qarata bir signal. Sizlar o'zinglarni İbrahim alayhissalomga, Yaqub alayhissalomga nisbat berib, biz degan pukun, biz degan plan, biz degan bunda millat din bizda bo'ladi, jannatga biz kiramiz, do'zaxga boshqalar kiradi, biz kirmaymiz deb da'vo qilmanglar. Masala nasabda emas. Tamam, nasabdimi deyli, sizning ota-bobonglar bo'lgan, İbrahim alayhissalom, Ishoq alayhissalom, Yaqub alayhissalom sizlar degandek topilgan emas sizlarga. Ular boshqa yo'lni, yani sizlar o'zgartgan shu bormoqlagan o'zingizning manfaati uchun qilgan shu yo'llarni boshqa shaklda tavsiya qilishlar. Buning isboti degan mazmunlar bu hozir biz o'qiyotgan mazmunlar. Am kuntum shuhada iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Sizlar bahmitinglar deydi. Yani bu kitap şu Resulullah'ın davridagi ahli kitobga qaratilgan bo'lishi aniqroq. Shularga xitob qilib, sizlar bormitinglar, Yaqub alayhissalom o'z vaqtida o'lim hozir bo'lgan vaqti Yaqub alayhissalomga. Ya'ni Qur'on tushgan vaqtda shu yahudlarga qarata deyilayotgan gapda shularga uyg'un keladi. Sizlar bugun har xil bormalangan, o'zgartirilgan, sizlar yushirayotgan dinni din deb ochib qo'yatsizlar, Allohning shay'i deb ochib qo'yatsizlar. Mana anglayman. Sizlar bormitinglar shu vaqtda bilasizlar va Yaqub alayhissalom o'z vaqtida bolalarga nima dedi? Ma ta'buduna min ba'di. Mendan keyin nimaga ibodat qilasizlar dedi. Bular javoban dediki, na'budu ilahaka va ilaha abaika Ibrohima va Ismoila va Ishoqa ilaha wahid
ve nahnu lehu muslimun. Biz senin ilahınga ve senin ata-analarың bolgan, ata-ataң mesela dadılarың olgan İbrahim, İsmail, İshak qatarlıqlarning bir ilahı ibadat qilamiz. Biz özümüzni şularga tapşırgan, biz ularga musulmon deb bunda ifoda bildirgan o'z vaqtida amaliyotda mushu iqror Yaqub alayhissalomning baldarining bevosita iqrori. Yani biz Allohga bo'ysunuvchi musulmon ve ularning ata-onasi, bizning ata-onamiz musulmon deganlikning bevosita ifodasi. Mishada bir nuqtaga inchga diqqat qilsak, na'budu ilahaka va ilaha abaika deganda, sening ilahing, sening dadalaringning ilahlari, yani ilahi degani İbrahim aleyhisselamның ilahi demekçi. İbrahim aleyhisselam bilen Mavla'nın oturduğu netçe evlat var. İbrahim aleyhisselamның balası İshak aleyhisselam, İshak aleyhisselamның balası Yaqub aleyhisselam, Yaqub aleyhisselamның balaları bu. Yani 3 evlat dadısı var bularınki. Yaqub aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselam. Hem de tağısını mı koşu etsek İsmail aleyhisselam'a bak. Bu yerden bu şularının itirafı ki İbrahim aleyhisselam'dan ta ki muşularının devri kelgiçe din başka şekilde özgürlük bakmadı. Tevhid haletini sakladı. Bir ilahlık haletini qanak baktı, sakladı. Yani ma'bud fakat Allah. Allah'tan başka ma'bud bu evlatlarda İbrahim aleyhisselam'dan ta ki Yaqub aleyhisselam'ın ballarına kengiri özgürlük bakmadı degan ifodalaydi. Şunga başka bularning so'zining oxirisida ilahan vahiden degan bir nokta alohida bizning diqqatimizni tortadi. Endi biz mushu oyatdan nurg'un bir foydali mazmunlarni olaymiz. Çünkü İbrahim Aleyhisselam, Kur'an biz neçe ders oldu, İbrahim Aleyhisselam'ın vakalikini sözlavatıdı. İbrahim Aleyhisselam bilen özünün dadısının vakalikini sözlavatıdı, akide hakkıda. Mesela Sure En'am'nınki 74. ayetinde İbrahim Aleyhisselam'ın dadısından boğan bir diyalogu var. Ve iz qala İbrahimu li abihi Azar. İbrahim Aleyhisselam dadısı Azar'a dedi ki o vaxtıda etettehidu esnamen aliha. Bu butlarını üzerine ilah kıvalamsa inni araka ve kavmeke fi dalalin mubin. Men sen bilen senin kavminin kıvat kaçına uçuk aşkar azgulluq deb qarayman dedi. Yani aqide meselesi tilga ilinmadı. Endi biz bilimiz müşekege vaqtda bir diqqatimizni tortadigan bir noktalar var. Peygamber Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ın avladıdır. İsmail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın avladı. Resulullah özü bir hadiste Bukhari İmam Müslim çıkargan hadiste ana seyyidu veled Adem. Men Adem aleyhisselamның ballarının hocisimen, yani şerefligimen demekçendi. Hem de İbrahim aleyhisselamның dadısı olgan Azar bayattan ayette kafir olsa, butqa ibadat kıldıgan bolsa, o qandaq qılıp Peygamber aleyhisselamның nesibiga tutsa şereflik eden buludu. Çünkü bu Buddistning avladıdan çıkı demez mi? Anda tutuşup qalı demdi hesapta. Resulullah'ın nesibi İbrahim aleyhisselamның dadısı eğer bu ayetteki Buddist butqa ibadat kıldıgan kafir olsa, Resulullah'ın dadısı eşeğe tutuşup qalı. Çünkü Resulullah şunun avladıdın. Biz bununla cevaben, bunda suallar kilidi, bu sual. Biz bunun cevaben deyimiz ki, eğer Kur'an İz qala İbrahimu li abihi deb boldu qilgan bolsa, İbrahim aleyhisselam dadısqa mundaq dedi degan bolsa, o vaqtdagi dadısı İbrahim aleyhisselamның uzun dadısı oldu. Öz dadısı. Ama Kur'an dedi, dadısı Azar deb qo'ydi. Keniga Azar'ın tilg'ib qo'ydi. Böyle bir hikmet var. Biz bu gapni deyishning oldida biz özümüz tushungan bir til uqumi bo'yicha bir tushunib baqayli. Bizning Uyg'ur tilidimi dadasini bevosita dada deb ataydi. Ismini tilga olmaydi. Masalan, men dadamning ismini tilga olib bir narsa demoqchi bo'lsam, dadam deb qo'ymayman, boshqa gap yo'q. Dadam kelganti, dadam ketganti, dadam chaqirganti, dadam telefon qilganti deb menda ifodalayman. Qarshimda turgan birisining dadasini ifodalamoqchi bo'lsammi, sizning dadalari ya sizning dadangiz degandek shaklda ifodalayman. Birovning uyiga ishkini chekib, kichik boladan birisi ishkdan chiqqan bo'lsa, uni deymanki, dadang bormi deyman. Demak, tilda ifodalashda o'zining dadasini ifodalamoqchi bo'lsak, dada degan so'zni ishlatamiz, ism tilga olmaymiz. Dada degan so'z bilan ism tilga olmaymiz. Endi bizden çoğun bizden tağalarımız oldu. Dadımızdan bir tuqquni, ya anımızdan her bir tuqquni degandek bir taraflar oldu. Bulağa hiç dadını işletimiz bizden uygurtuldu mu? Ama ismini qo'shib işletimiz. Mesela Abdullah dadam, bunun bir tağam var. Tağa, köpüncesi tağadan başka dada mı deydemdi? Biz küçük balalarını özünün çoğun
adamlarni dadınız falan dadınız degendek şekilde ismini koşup deymiz. Mişedin biz bir narsa alamiz. Dadı degan söz yalğız işletilinse bir vası dadız qamanadı. İsim bilan qo'shilgan bo'lsa, dadı demetlik, tağısı ve şunun qo'shilgan urug' tuqqanlarga, yani ağı palandada, pukunda da chaqiradigan odamlarga manadı. Dedim ya, kichik bola o'zining dadasini davom dada deb chaqirdi. Dada da ifodalaydi. Ammo dadasining qarindishi akukusi, anasining qarindishi akukusi yoki dadasi demetlik odam bo'lib qolsa, palandada, pukunda da deb chaqirdi. İsim qo'shilganligi dada degan so'zning o'z dadasi emas ekanligining isboti. Yani isim qo'shilganligi dada deganning o'zining dadasi emas ekanligining isboti. Normal biz shunda tushunamiz buni tilda. Arablarda shu. Dadangizga salom deb qo'ying deb qo'yamiz, biyos dadasi qilmangdi. Palani pukuni dadangizga deb qo'yamiz, u dadasidan boshqa bir odam bo'ldi-da, yana tag'i suludu, yana bir narsa suludu, yana bir narsa suludu. Dada demetlik endi. Demek muşu ahval aslida, bu isim bildirilgan ahval aslida dadı maqsad, tağı maqsad emas. Dadı maqsad emas, tağı maqsad olur-da. Çünkü normalda tağını biz dada deb işletimiz endi bizning tilda. Ma arablarda dadısı ölüp ketgan odamning bulupmu. Tağısını çoqum dada deb işletişe köp ahval. Endi muşu ayetga qaytadan bir qarasak, ve izqala İbrahimu li abihi azar. İbrahim alayhissalom dadısı Azer'ge degan bir ifade var. Azer dadısıqa olgandan keyin bu dada o'zining dadısı emas. Dadı demetlik Azer isimlik bunun tağısı ya bir nimasi. Demek bu yerdeki mesele tağısı maqsad, dadısı emas. Delilimiz var mı Kur'an'dan başka dedisi? Delilimiz var yeni bir ayette. Sure Bakara'nınki 133. bayatımız okugan ayette Em kuntum şuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد bayatını okugan ayetteğe. Yaqub Aleyhisselam'a ölüm hazır olup sekarat uçup qalgan vaqtda ballarga dedi. Mendeki nimaga ibodat qilasizlar dedi ki sening ilahingga va sening dadalarыңның ilahiga dedi. Yani dadalarың deb atadı da aba keyniga qaraydi onunki. Dadalarың degandan keyniga qarasak bu yerda kim bor? İbrahim Aleyhisselam bor. İsmail Aleyhisselam var, İshak Aleyhisselam var. Üçü var. Üçünün hemmini dadılarың deb bıraklam ifadalavatdı. Əməliyyatda İsmail Aleyhisselam tağısı, dadısının bir qarindişi. İshak Aleyhisselam özünün dadısı. İbrahim Aleyhisselam çoğun dadısı. Muşlarının hemmini qo'shiblam dada devatdı da üçü var. Demek bu yerdeki muş ayetinin üzülünden çıkıvatkan ifade, dadı degan ifade, dadığı mı işletilinidu, çoğun dadığı mı işletilinidu, tağı mı hem qanday qılınıdu işletilinidu. Şun aşka İbrahim Aleyhisselam'ın bu yerdeki li abihi Azar dadısı, Azar degeni dadısı emas, belki nimesi tağısı. Peygamber Aleyhisselam'ın men kişilerininki meyli nesep cihette en uluqı pehrir qılmayma deb deylimi özününki musnet'i çıkargan. Musnadul Firdevs'e çıkan hadiste degan söze. Bunun qarta başqalar cevap verip qanday gap bo'ldi? İbrahim Aleyhisselam'ın dadısı muson bo'lmasa Rasulullah nasib jihatan onu debdi. Rasulullah'ның dadalarining onda nasibida onda adam bo'lsa degan savolga nisbatan biz bayatdan qadis va ana Sayyid valad Adam degan hadis. Bularning hammasi kitobning javobini deymizki, İbrahim Aleyhisselam'ның dadısı Azar emas. O İbrahim Aleyhisselam'ın nimasi tağısı. Şun aşqa Qur'oni Kerim İbrahim Aleyhisselam'ның bu ahvalımızı hikoya qilgan vaqtda İbrahim Aleyhisselam dadısıga mundaq dedi deb keltirmaydim dedi. Dadısı Azergina. Azer dadısıga mundaq dedi deb isim bilan keltirib qo'yganligining o'zi dadısı emasligining nimasi isboti bu deydi. Yani İbrahim Aleyhisselam'ның dadısının kimligi, İshak Aleyhisselam'ның dadıligi hammasi bu ma'lum masala, aniq masala. Ama İsmail Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de yaşaydı şu vaxtda, oldun Irak. Mağla azırqı Palestin'e toğır kilodu. Gelirse Mekke'de yaşaydı, oldun Irak. Hem de üçüncüsüne dada degan şekilde ekeldi. Bunun özü nima dese, dadıllık şularning hammini qana qiladi, öz ichiga oladi. Endi oyatda yana bir masala İsmail Aleyhisselatü Vesselam İshak bilan İbrahim Aleyhisselam'ның oturdu kelişi. Biz bunu bir zaman tertibi edip düşünsek buludu. İsmail Aleyhisselam İshak Aleyhisselam'dan rivayetlere göre 14 yaş çoğun. Şonaşqa avla İsmail ve İshak ve İbrahim, İshak ve İsmail ve İbrahim diye manda şekilde.
Abaike İbrahim ve İsmail ve İshak. Avval İbrahim aleyhisselamni, andakin İsmail aleyhisselamni, andakin İshak aleyhisselamni ona şekil tilgalishi. İbrahim aleyhisselam birimiz çoğ dadısı ulanınki. İsmail aleyhisselam dadısının akisi 14 yaş çoğ, şoňa baldır ekegen bolishi kerek. Ondan keyin İshak aleyhisselam geldi. Muşta tertip boyunca epkegen. Yani bu yerden yeni bir hulasalasak, en ahir hulasımız muş üç eylenin hemmisini dada degen sözün işletişi. Dada tağıgımı, tağı demetlik çoğunlağı qanday qılındı, işletildi. Çoğun dadığımı işletildiğinin ifadesi. Çünkü ayette azer degen söz arqılıq Allah subhanahu wa ta'ala bizning o müşrik İbrahim aleyhisselamның dadısı emas, belki taqsi ekenligini bilishimizni isteydi bu yerde. Ondan başqa yani bu yerda bir bizning diqqatimizni çekadigan bir nokta qalu na'budu ilahaka ve ilaha abaika İbrahim ve İsmail ve İshaq ilahan vahid deb İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, İshaq aleyhisselamның hammasini tilg'ilib bu üç dönem yaşagan insanlar av dadısı, av oğlu, çoğ oğlu, ma ondan keyinki kichik oğlu, muşlarning hammasi dinga da'vat qilgan insonlar. Bularning hammasininki ilohiga qana qilamiz, ibodat qilamiz deb oxirida ilohan vahid degan so'zni akab qo'yishning sababi qanaqdir ko'p payg'ambarlarning yetkizishi yoki ko'p taraflama din da'vat qanaqdir bu da'vatlarningki ko'p ilohlarga qaratilgan ma'lum, balki hammasining da'vatining bir ilohga bo'ladiganligini bizga isbotlamoqchi mushaydin. Bunun o'zi yana o'xshashla ahli kitob mayli Yahudi olsun, Hristiyan olsun, dinning xarakterini, aqida qismini o'zgartgan, bir ilahni 3 qilib olgan yoki 2 qilib olgan ya bundan boshqa Allohga har xil Allah tundagi narsalarni shirk qilib olganlarga nisbatan bir raddiya bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashgan bo'ladi va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.